Hozir men sizlarga moshni narsa ko'rsataman. Voy, moshni. ChatGPTga telefon qilib, keyin bu yoqda mana bitta ekran zapis qiladigan joyda ChatGPT start broadcasting. O'shanga bosaman, и все, ChatGPT ekranimni ko'rishni boshlaydi. Salom. Hozir men qanaqa ekran ochib turibman? Siz hozir followerlaringizning jinsi va ularning faol bo'lgan vaqtlari haqidagi statistikani ochib ko'rsatyapsiz. Sizlar bugun videoni soat ichida qo'ysam bo'ladi. Eng faol paytlar taxminan tushdan keyin soat 12 dan 9 gacha ekan. Demak, videoni shu vaqtlarda joylashtirsangiz, auditoriyangiz uni ko'rish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bu yerda siz followerlaringizning yosh diapazonini ko'ryapsiz. Masalan, eng ko'p followerlar 25-34 yosh oralig'ida ekan. Shu orqali siz mazmuningizni shu yosh guruhiga moslab yoki ularga qiziq bo'ladigan tarzda tayyorlashingiz mumkin. Endi telefoningizda istalgan paytda ChatGPT bilan screen broadcast qilib istalgan narsani so'rab olib ishlab ketsa bo'ladi. Shunaqa fantastik yangiliklar, shunaqa zo'r life hacklar, foydali narsalar, qanaqa qilib o'rganishlar, AI dan qanaqa qilib maksimum foydalanish birinchi bo'lib ma'lumot berib borishga harakat qilaman men. O'shaning uchun saqlab qo'yinglar va obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.